Assalomu alaykum, Xorazmning arzonda oldindan hech qanday to'lovlarsiz, ya'ni pulsiz, hech qanday kafillarsiz va hech qanday prava so'ramagan holda sizlarga shu orqamda turgan Spark'ni chiqarib berajakman. Yana oylik to'lovlar ham zo'r chiqadi va boshlang'ich to'lovdan hech qanday, ya'ni to'lov etmaysizlar. Lekin bir shartimiz bor, bizani Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Nima desa, shunday pulsiz chiqadigan mashinalarni men birinchi navbatda Telegram kanaliga qo'yaman, keyingina Instagramdan ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa. Tan narxini qarang. Tan narxi 2013-yilda ishlab chiqarilgan zo'r sasanadagi Spark'ni sizlarga arzon bo'lsa, bir dona laykni bosasiz. Agar qimmat aytadigan bo'lsam, hech qanday e'tirozim yo'q. Ya'ni 44 million so'm qo'yib berajakman. Haqiqatan ham arzon, nima desa, bunday Spark'larning kamida bozorda 60-65 deb aytib o'tirdilar, lekin biz Xorazmning arzon lazzat pedashlaringiz uchun 44 million so'm qo'yib berajakman. Aytadi-ku, shu sovuqda sizlar issi layklarni bosaverasizlar, biz qo'ldan kelgancha kech bo'lsin, sovuq bo'lsin farqi yo'q, zo'r mashinalarni chiqarishda davom etaveramiz. Ya'ni 2013-yilda ishlab chiqarilgan, farlar top-toza turgan, ya'ni Spark'ni sizlarga qo'yib berajakman. Ko'rsangizlar, 4 ta yumshoq ballonlari bor. Endi ver-berinda kraskalar bor, o'zlari uchun o'zlari tekshirtirib olasizlar, ichish holati nima deydi. Xo'p. Eshiting. Mercedes reflektorlari bor, ko'rsangizlar 170 ming probekda turibdi. Monitorlar ham sonovka. Bu ham mashinamizda 200 dollarlik 170 ming. Xo'p. Mercedeslar ham bor mashinani, metanni srogini обязательно, ya'ni so'rayman sizlar uchun. Tak, 2030-yilgacha sroglari bor. Ko'rsangizlar, yaxshisidan chexollar qo'yilgan. Xorazmning arzon lazzat pedashlaringiz uchun hech qanday to'lovlarsiz, hech qanday prava so'ramagan holda shu Spark'imizni chiqarib beramiz. Ya'ni oylik to'lov esa 2 million 600 ming so'mdan 3 yilga chiqib turibdi. 3 million 400 ming so'mdan 2 yilga chiqib turibdi. Kim mashinamiz qiziq bo'lsa, bemalol Xorazmning arzonda kelaverasizlar. Layklarni bosgan bo'lsangiz, biz birinchi navbatda Telegramga tashlaymiz, keyingina Instagramga qo'yamiz. Shuning uchun Telegram kanalimiz ham obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Asa rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bemalol kechki 2 bo'lami, 3 bo'lami pastdagi nomerlarga telefon uraveringlar. Sizlar uchun Xudo xolasa, обязательно telefonlar ko'tariladi.